Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men sizlarga bugun jadvallar yaratishda Microsoft Excel dasturidan foydalanish, grafika va diagramma, unga ma'lumotlar kiritish haqida qisqachagina ma'lumot bermoqchi edim. Xo'p, jadvallar yaratish. Jadvallarimizni yaratishimiz mumkin. O'zimiz tayyor jadvaldan foydalansak ham bo'ladi yoki bo'lmasam klaviaturadan Ctrl T tugmasini bossak ham istalgan jadval belgilab turib, biz yacheykalarni belgilab turib jadval yaratishimiz mumkin. Mana shu ko'rinishda. Xo'p, endi tayyor jadval bor. Jadvaldan foydalanaman. Mana shu berilgan ma'lumotlarni diagrammasini chiqarishim kerak. Ya'ni diagramma chiqarish uchun stavka menyusiga kirib, stavka menyusida diagramma paneli bor. Diagramma panelida bir necha xil ko'rinishdagi diagrammalar mavjud. Birinchisi gistogramma. Xohlasam gistogramma ko'rinishidagini ham olib qo'yishimiz mumkin. Gistogramma ko'rinishidagi diagramma ham bizga ma'lumotlarni oson va tez tushunishimiz uchun xizmat qiladigan turi hisoblanadi. Ana endi diagrammalarni bir-biridan farqlashimiz uchun, ya'ni bularni pog'onaga bo'lish uchun ranglarni ham o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bizda har doim quyi pog'onadagi bu rangimiz esa qizil rang bo'ladi. Buning uchun kerakli ustun belgilanadi va sichqonchani 10 tugmachasini bosamiz. 10 tugmachani bosganda ochilgan oynadan zalivkani tanlaymiz va biz unga qizil belgisini beramiz, chunki bu juda ham kam hisoblanadi. Keyingisi ikkinchi ustun belgilaymizda va yana xuddi shu ko'rinishda sichqonchani bosamizda zalivka panelida yashil belgilaymiz va keyingisi ko'k bo'yicha qolaveradi. Xo'p, mana shu ko'rinishda diagrammani bir-biridan farqlay olishimiz va o'qishimiz uchun osonlashtirishimiz mumkin bo'ladi. Bu diagrammaning gistogramma ko'rinishidagi turi edi. Endi bizda qolgan turdagi, misol uchun grafik ko'rinishidagidan ham foydalanishimiz mumkin. Demak, bizga berilayotgan jadvalimizdagi ma'lumotlarni grafik ko'rinishida chiqarib berdi yoki bo'lmasa doira, ya'ni krugovoy ko'rinishda ham ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Diagramma bizga ma'lumotlarni oson tushunish uchun va tez qabul qilish uchun jadvallarda bir-biridan tezroq farqlay olish uchun xizmat qilar ekan. Bu yerda bizda sotilgan eng ko'p sotilgan tovarlarimiz, ya'ni mahsulotlarimiz bu daftarlar hisoblanar ekan. Ya'ni daftarlarimiz 100 dan tashkil qiladi va 41% ekan. Xo'p, kitoblarimiz esa 54 dan tashkil qiladi, 22% hisobda chiqar ekan. Ruchkalarimiz esa 95 da bo'lib 38% ni o'z ichiga olar ekan. Demak, bugungi mavzuimiz juda ham oson va sodda bo'lganligi uchun diagrammalar yaratish edi. Diagrammalar yaratish tartibini ancha bildingiz deb o'ylayman. Bizga asosiy kerak bo'lgan qism bu jadvallar va jadvallardagi ma'lumotlarni qaysi shaklga keltirishimiz, ya'ni qaysi ko'rinishga diagramma keltirishimiz esa bu o'zimizning qo'limizdagi hujjatimizga bog'liq bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni mana bu ko'rinishda gistogramma, grafik, krugovoy va hokazo istalgan ko'rinishda qilishimiz mumkin ekan. Demak, biz yana gistogramma ko'rinishga o'tkazib qo'yamiz. Mana bu ko'rinishda hosil bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.